O'zbekistonda bo'layotgan eng so'nggi hodisalardan xabardor bo'lmoqchi bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni unutmang. O'zgidromet shoshilinch ogohlantirish bilan chiqdi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Agarda bizning kanalimizda mehmon bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni unutmang. Toshkent viloyatining tog'li hududlarida qor ko'chish xavfi e'lon qilindi. O'zgidromet bu bo'yicha tegishli ogohlantirish bilan chiqdi. Bildirilishicha, joriy yilning 26 27 hamda 28 mart kunlari kutilayotgan yog'ingarchilik va havo haroratining o'zgarishi sababli Toshkent viloyati, Bo'stonliq, Ohangaron va Parkent tumanlarining Chortoq tizmasining tog'li tog'oldi hududlarida dengiz sathidan 2000 km balandlikda qor ko'chish xavfi e'lon qilindi. Tog'li hududlarda istiqomat qiluvchi fuqarolar, dam oluvchilar hamda tog'li hududlarda harakatlanuvchi haydovchilardan ehtiyotkorlik choralarini ko'rish so'raladi, deyiladi xabarda. Bu xabarni barcha do'stlarimizga jo'natib qo'yamiz hamda videomiz ostida bir dona like tugmasini bosishni unutmaymiz.